Voy haroma bitta gandon efirda sikishibdimi? Ha, harom ko'rdingmi? Voy onangni sizga. Voy haromi. Voy gandon. Blok qilmaganini qara. Blok ham qilmabdi, TikTokga ijolab, blok ham qilmabdi. Ammo ochib nagli bor-ku. Yo oyoqlarini tiqibdi, onangni sizga yopdi voyman. Voy sizga. Nimaga blok qilmagan bo'lsa uni? Gostida o'tirgani uchundir, bilmayman. Gostida ham shunday qo'ttaqda ko'rsatsa blok qilib o'rash kerak lekin. Lekin omordida ko'rmagandirda uni o'shancha 18%. Pol hamma yog'i ko'ringan. Pol yalang'och bilan jalab sikishib yotibdi efirda jalab, Odamlar Rembo'mi deyapti, u emas deyapman boshqa. Rebo bas, bitta jalab bizani gapirib chiqayotgan bor edi-ku, bitta oyog'i yo'q, bir oyog'i yo'q, cho'loq odam bor edi. Kim edi shuni oti? Bizani gapirib chiqaydi, video qo'yib yuraydi, bizani gapirib. Bizani tema qilib yuraydi, sizlar unday harom ish qilasizlar, sizlar harom. Kim? Jimmy. Ana shu Jimmimi, menmi degani bilan qo'yib qildim jalab. Bizga panetga berib yuraydi, gandon. Talg'at, спасибо. Rебята, Roza. Ana ko'rdinglarmi, o'zbek qizlarini yechintiryapti. Sardor shartdan o'ynab qizlarni turshigini kallasiga kiydiryapti deb, onangizki o'zi bir qizni olib chiqib olib, yalang'och qilib oyog'ini tiqib, o'zi bir oyog'i bor, bir oyog'i yo'q. O'zi bitta oyog'ini qizni amiga tiqib o'ynabdi efirda. Yo, onangizki voy haromi. Onangni butun vujudi barkamolim bilan sizga haromi bilan. Roza ko'takan voy harom ekan. Roza ko'takan harom. Kanalimga qo'yaman, Telegram kanalimga qo'yaman, ko'rasizlarmi? Tashlaymi Telegram kanalimga, ko'rasizlarmi? Videosini tashlaymi? Ko'rasizlarmi? Telegram kanalimga qo'yaymi? Voy jala. Amigasiga am qilib yoribdi, akalar, am qilib yoribdi, ishoninglar. Blok qilmaganiga qo'yib qildim TikTokda. TikTokni qara, blok qilmaganiga qo'yib qildim TikTokda. Blok qilmaganini qara, uni biladi.